energiyamiz. Hop, rakovinamiz. Yerda tagida bir narsa bor, shuni ko'rsatay. Yo'q bo'ldi kollektorni. Triходовой klapan. Triходовой klapan mana. Regulator nasos. Mana. Kollektor. Vannaxonamiz, teplib bo'lgan hojatxonamiz. Tagiga yashirib yubordik. Deb chiroyli qilib. Смеситель стояк. Yo'limiz PVH panel. Bunaqa shtorka ham tortilgan. Bitta kamchiligi откоска uglimiz qolgan. Shu uglni yopishtirib qo'yishimiz kerak. Нормальный vanna qo'yilgan. Puliga yarasha sal qimmatrog'i. Polimiz ham 60 granit. Bu glянцевый sillada. Videolari shunaqa bo'lsin deb talab qildi, yaltirab tursin deb. Bunda sirpanib ketishlaring mumkin desam ham yo'q, ko'nishmadi. Matoviy qilmoqchi edik o'zi aslida. Mana shunaqa glянцевый bo'lib qoldi. Zakaz shunday bo'ldi. Nima qilamiz boshqa? Keyin mana natijada patologga o'zimiz tortganmiz. Shunaqa zakaz bo'ldi bu ham. Buni oldin boshqa klientimizga ham qilgan edik. Mana shuni chetiga rezinkasi qo'ygan. Mana shof ko'rinib turibdi. Zazorda yashiradigan rezinkasi bor. Shu chalamiz qo'ygan vanna qoladi. Atak xudo xolasa to'liq bitdi. Bundan foydalanishyapti o'sha. Rakovinamiz narxi mana o'chirilmagan. Menimcha magazinchi bundan 100 ming va 150 ming ustupga qilib bergan, arzonroq qilib bergan. Bu yozib qo'yilgan narxi bo'lgan bilan shu narxda olindi deganimiz. Vannamiz, adashmasam 1.650 mingga olindi. Shunday. Mana shtorka ham ajoyib shtorka olishgan ekan. O'sha kuni o'zlari tanlashyotdi. Shuni ham narxi adashmasam shu 80 ming 100 ming atrofida. Mana stoyakka keladigan bo'lsak, stoyakning narxi 1.50 ming adashmasam. Mana yozib qo'ygan narxi bilan turibdi 1.50 ming, lekin 950 ming atrofida berishdi. Bundan 100 ming ustupga bo'lgan. Etajerga o'zlarida bor ekan, qo'yib yubordik. Mana narxi ham turibdi ekan. O'chirilmagan 240 ming. Hozir bundan ham ustupga bo'lgan bor. Panelimiz 300 ming. Bitta listi. Mana shu panelda listi 300 ming. Mana bu soedinitellari 30 ming, 35 ming, 40 ming atrofida. Nakonechniklari xuddi shunday. Hozircha shu. Keyingi videolarda ko'rishguncha